Qayerdamiz? Amerikadamiz. Yo'q, Amudaryodamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Mang'in shahrindamiz. Aka, mana qarang. 2026-yilda Jayxun Motoda yangiliklar bo'latir. Lekin menga yaqina yaqinroq keling. Tonirovka bilan men jipga o'xshagandi qarang. Ha, zo'ra. Xullas, buni bahosi 15 million so'm. Arg'ilarga qaraganda buni plus tarafi Newda buni. Qarang, O'zbekistonning qaysi hududida bo'lsangiz ham yetkazib berish xizmati bor. Bu bir ichlari. İçine kirib o'tirib ko'r, bemalol. Mana masalan, sening gövdang ham katta-ku. U Lavoning lyugini maqtirasan. Lavoda yo'q, lyugimiz bor. Do'stlar, BYD borku, BYD. aha, BYD. Akkumulyatordan 1 yil kafolat. Az metanning, ya'ni qit vaqtida, benzinning qit vaqtida. Endi shu o'rinda bir narxini aytib o'tdik. Buning 3 xil komplektatsiyasi bor. Qani. Assalomu alaykum, operatorimiz kirib oling darrov. Qayerdamiz? Amerikadamiz. Yo'q, Amudaryodamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Mang'in shahrindamiz. Ayni vaqtda Jayxun Moto ofisindamiz. Zavodimiz desak ham bo'ladi. Aybek ham bo'ladi. Aybek ham hozir qimmatli vaqtlarni olamiz. Aybek, assalomu alaykum. Kayfiyatlar so'rman. Omonmisiz, tinchmisiz? Aka, mana qarang. 2026-yilda Jayxun Motoda yangiliklar bo'latir. Kuzatuvchilarga, ya'ni mana shu mototsikl oluvchilarga, haydorlarga yangiliklaringiz bor. Xudo xolasa, mana yangi studiyada, yangi faoliyatni 2026-yilda boshladik. Zo'r. Endi bundan buyona sensatsion kutilmagan yangiliklar qilamiz. Faqat kuzatib o'tirganlar emas, bizdan sotib o'tirganlar emas, hamma uchun podarkalarimiz bor. Zo'r. Xudo xolasa, tuning qilingan mashinalar, tuning qilingan mototsikllar faqat obunachilarga taqdim qilinadi. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zi biz aslida Jayxun Motodan 2026-yil uchun haqiqatan ham shuni yangilik kutdik. Sababi mana o'zgarishlar, mototsikllarning turlari, yana ranglari, yana dizaynlari, xullas hammasidan ko'payibdi. Lekin menga yaqinroq keling. Tonirovka bilan men jipga o'xshagandi qarang. Ha, zo'ra. Mana shu bir yo'qolib ketdi. Ko'pchilik so'radi bundan. Ana akam bilan chetlarni tonirovkani urib dehqonchiligini qiladi, boshqa qiladi, lekin mana shu haqida bir ozgina ma'lumot beravering aka. Bu Muraviy asosida mana mototsiklning bazasida qurilgan 4 g'ildirakli transportniy sredstvo. Bu O'zbekistonga mashin sifatida kirib turibdi, Temur. Mashin sifatida kirib turibdi, lekin bazasi mototsiklning, to'qli elektron mototsiklning bazasida bu Muraviyimiz Labo deyatir. Endi odamlar xudo xolasa bu Labo 2, Labo 3, elektron Labo, mini Labo har xil xalqning o'zining qo'ygan nomlari bor. Xudo xolasa hammaga manzur kelayotir. Buni butun O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib, besplatni yetkazib berayotirmiz. Kimga olib borib berasizlar? O'zbekiston ichida bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa, u metan yo'qmi? U ishlamayapti, metallar bizga qizig'i yo'q. Даже 29-dekabr kuni, 30-dekabr 31-dekabr kuni endi sal uzildi ara. Faqat bir 31-dekabr kuni xizmat to'liq ko'rsata olmadim. Gap bo'shamiz. Aka, qiziqda bu. Mana shuni yana qanday ranglar bor? Endi buni hozirgi kunda bizlar o'zlarimiz olib kelib, svarka qilib, shu yerda tayyorlab turganimizdan keyin rangni xalagan rangini qo'yib beramiz. Zo'r. Qizil deymi? U menga okean svet kerak deymi? Bizga farqi yo'q. U mijoz nuni so'rasa shuni qilib beramiz. Gap bo'lish mumkin emas. Servis. Do'stlar, servis birinchi o'rinda turadi bu yerda. Kuzatuvchilarning, xalqning, mijozlarning rozilig'i birinchi o'rinda, to'g'ri emasmi? Birinchi o'rinda. Gap bo'lish mumkin emas. Hozir sizda, mana shu Jayxun Moto, ya'ni Jayxun Moto oilasida necha turli texnika bor sizda? Hozir bundan tashqari. Endi hozir bu yerda elektron variantlar, keling shu haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu 1 tonnalik Yogo elektromototsiklimiz 1 tonna yuk ko'taradi. 70 amperlikdan 6 akkumulyator bo'ladi. Elektronli bir zaryadi bilan 70 kilometr yurib beradi. Sovuqdan, yana shamoldan, yomg'irdan sizni himoya qiladigan polukabinkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Bunda qo'shimcha MP3lar bo'ladi, planshet, tablo. Bu xalqning sinovidan o'tgan texnika. Yogoni bir olgan odam, bir odam qanday bo'ldi? Bir idorada birgina odam oldi, izindan yanındagi 6 odam kelib oldi. Zo'r. Bu texnikaning o'zini o'zi sotadi. Bizlar maqtashimiz shart emas. Sifatini olgan odam o'zi baho beraveradi. Bu haqiqatan ham zo'r ekan, lekin yoshlar uchun, bizlar uchun mana shu bu yoqda turgan jipga o'xshagan, mana shu boshqacha ekan. Mini Labo. Summalar ham endi farq qiladi. Hozir buning narxi xudo xolasa 15 million so'm. Naqd pulda 15 million so'm. 15 million so'm. 15 million so'm naqd pulda. Gap bo'lishi mumkin. Yetkazib berish, dastavka xizmati, servislari 1 yillik ichida. Xullas, buni bahosi 15 million so'm. Shunday. Gap bo'lishi mumkin. Bergini.
Bu endi buning 1 tonna altın ukasi hisoblanadı. Yo'g'uning egizagi buning sal ixchamroq modeli hisoblanadi. Bular polukabinka bilan jihozlangan. Bunda ham MP3'lar bor, magnitofonlar bor, planshet tablolar bor. Bu faqat ixchamroq. Mana 15 million qimmat ekan, menga arzonroq kerak deyton akalarimiz uchun taklif etiladi. Bu aslında 500 kilogram gruzda padyomuz. Lekin 1 tonna yükten bemalol tartiladi. 1800 mAh motor bilan jihozlangan, akkumulyatori 58 amperlikdan 5 ta bo'ladi. Bir zaryadi bilan 60 km yurib beradi. Bortining razmeri 1.60 ga 1.10 hisoblanadi. Zo'r. Arg'ilarga qaraganda buni plus tarafi niyuda buni. Ikki dana plus tarafini ayting, zo'ri kuzatuvchilarga yoqatog'ini. Eng tar joylardan ham bemalol yuradi, kichkina joylar. Zo'r. O'zini harakatlangan vaqtda moshnisi zo'r tutadi. Zo'r. Moshnisi zo'r bo'ladi. Chunki bu katta bo'ladi, og'ir. Bu yengil bo'lganning hisobina bundan bu da 2000 mAh motor bo'lsa, bu da 1800 mAh motor bor. Shunday. Tushunarli. Salgina farqi, lekin u yurishida cho't sezadi, bir haydagan odam o'zi sezadi. Gap bosh mumkin emas. 2026-yil uchun Jayhun Moto ajoyib yangiliklar qilyapti. Qarang, O'zbekistonning qaysi hududida bo'lsangiz ham yetkazib berish xizmati bor. Bu bir haqiqatan plus. Buni o'zida ham 2 million so'm pul ketadi, to'g'rimi aka? Ha. Yetkazib berishdi o'zini. Yana siz uyingizda o'tirgan holda onlayn xarid qilishingiz ham mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Endi bizlardan asosan Temur bir oyda bir 50-60 motosikl satsa, shuning 90% onlayn oladi. Gap bosh mumkin emas. Zo'r. Kelib ko'rmaydilar. Kelib ko'rmaydi. Ishonch bor. Ishonch bor, davriya bor. Zo'r. Chunki servis 1 yil berayotirmiz, akkumulyatorni garantiya bilan berayotirmiz. Hozir buni yangi siyan yaqqan texnikada ko'rsatib aytib beramiz. Gap bosh mumkin emas. Bu haqiqatan ham hozir 2 kishilik, 3 kishilik, 2 kishilik, ha? Ha. Ichlari. Ichine kirib o'tirib ko'r, bemalol. Mana masalan, sening gavdang ham katta-ku. Bemalol mana. Mana menga siydimmi? Menga yana bir odam siyadi. Joy bor, bemalol. Orqani ko'p ko'rsatadigan monitor bor, avtomat korobka, pechka bor, elektron tablo bor. Eng muhimida menga bir kommentariyada shunday deb yozyapti-da. U Labo'ning lyugini maqtib yurasan. Labo'da yo'q, lyugimiz bor. Do'stlar, Labo'da yo'q, haqiqatan ham lyuk buda bor. Labo'da yo'q-ku lyuk endi. Knopkalar, xullas, zo'r. Ventilyator hamma narsalari bor. Kengishlik oltlari. Oyoq degan qisib qolmaydi bu yoqda. Yo'q, bemalol. Menchalik qarni bor odam o'tiradi. Qarni katta odamlar uchun ham bemalol ichine sig'ishini o'ylab, oldingi versiyalarimizda tar katta semiz odamlar sig'maydi bu. Katta qiling degan uchun katta qildik. Bu texnikamizning akkumulyatori litium hisoblanadi. Hozir ko'rsatib berik shuni. Qani? Keling, o'ting. Tak, mana. Bu litium degan BYD bor-ku, BYD. Aha, BYD. BYD ga qo'yiladigan akkumulyator litiy akkumulyatorlar qo'yiladi-da, tasavvur ega bo'lish uchun. Buni akkumulyatorning o'zine 1 yil kafolat beramiz. O'zi elektron mototsiklda, muraviylarda eng og'ir narsa Akkumulyator. Akkumulyatordan 1 yil kafolat beramiz. Az metanning, ya'ni qit vaqtida, benzinning qit vaqtida shangrayib o'tib ketish, ha? Gap bo'sh mumkin emas, zo'r. 1 tonna yukni bemalol ko'taradi. Yo'llarda o'zini tutishi yaxshi. Qishning kunida kecha gaplashdik, 60-70 km yurib turibman dedi. Masalan, любой elektron narsa qishning kunida kilometrda kam beradi. Qishda 60 km, 70 km yurgan narsa xudo xolasa, u yozga borib turib 90-100 ni bemalol beradi bizga. Zo'r. Bu uyda qancha zaryad qiladi bu? Xudo xolasa, uyning to'g'indan bir 4000 so'm zaryad yetadi, 70 km yurib beradi. Zo'r. Ekologik toza deydi u. Zo'r. Bu yangilik. Biz Amudaryoga yangilik bu narsa. Xudo xolasa ko'plab dehqon akalarimizni, biznesmen akalarimizni mana shunday muraviylar bilan boy qilsangiz, xudo xolasa bu jonivorning o'zi yana bir 4 kun topib beradi bu. Xudo xolasa topib beradi. Gap bosh mumkin emas. Omadingiz bersin, charchamanglar do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, Amudaryo tumani Mang'in shahrida Jayhun Moto zavodi desak ham bo'ladi. Negaki, Xitoydan birinchi qo'l bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri shu yerga keladi, shu yerda terlardi. O'zimizning tajribali mutaxassislar, ya'ni tajribali ustalar buni teradi. To'g'rimi aka? To'g'ri. Endi shu o'rinda bir narxini aytib o'tdik. Buning 3 xil komplektatsiyasi bor. Tentli, gibrid qilingan varianti bor. Bu 30 million so'm. Buning
Faqat gibrid varianti var. Elektronli ham gibrid. Yo'lda qolmaslik uchun, masalan, har doim bundan 100% mukammal foydalanish uchun gibrid. Uning narxi 29 million so'm. Agar faqat elektronlining o'zini olaman desa 27 million so'm pul bo'ladi. Farq shundancha 2 million. 2 million. Gibridning farqi 2 million. Generator qo'yib, ishlatib, o'zimiz ustanovka qilib beraveramiz. Xudo xolasa xalqqa yog'at degan umiddamiz. Do'stlar, yozib ketinglar, gibrid yaxshimi yoki bo'lmasa elektronli o'zimi? Farqi 2 million so'm ekan. Akamlar yonidan kelsangizlar, sal tortishsangizlar, akam ham o'zimizdek ko'ngli bo'sh odam beraveradi. Uzoqdan, yaqindan kelgan mehmonlarimiz uchun bo'ladi, xudo xolasa. To'g'rimi aka? To'g'ri. Charchamang. O'zingiz ehtiyot qiling. Sog' bo'ling. Sog'ingiz kerak. Men shunday xalq xizmatida charchaman aka. Rahmat.